Assalomu alaykum barchaga yana. Men keyingi tog'ga chiqib ketyapman. Yana bitta tog'ga. O'sha qiyinchiliklar boshlandi. Yo'l yuqori tikkalik boshlanishdan o'zi charchash. O'tgan safar Buxansan tog'iga chiqqandik. O'sha Buxansanning o'zida Buxansan National Park ikkita tog' joylashgan. Bu bittasi Buxansan, bittasi yana nimadir. Bu yo'lni bu tomonida. O'rtada katta nima bor? Yo'l bor. Yo'lni qaram-qarshi tomonda yana ikkita tog' joylashgan. Sal kichikroq 500 metrlik tog'. Shu ikkita yo'lni qarshisidagi tog'dan bittasiga chiqib ketyapman. Bittasi Suraksan, bittasi Buramsan degan tog'. Shu Buramsan degan tog'ga chiqib ketyapman. Nima emas? Jabaland emas. 507 metr. Hop. Shu yerda bitta temple kelish kerak edi. Keyin bu tomonga tog'ga qarab chiqib ketadi. Qani, ko'ramiz. Tomonda temple bor ekan. Boraylik nima ekan. Men nimada ko'rganimda rasm videolarda ko'rsam 3tacha 4tacha templelar turibdi. Nima? Dizayni zo'r. Qanaqadir arxitekturasi boshqacha. Endi qanaqa ibodatxona nimadir. Shunaqa templelardan 2-3 ta bor ekan, shuni ko'rib tog' yuqori qismiga chiqamiz. Bu yerdan ham shahar ko'rinishi boshladi. Hali uncha uzoqqa chiqmadik hali. 150 metr yuqorilikdamiz. Bu yerda o'sha nimani? Buddist ibodatxonasi. Qadimgi. Bu tomonga, mana shu tog' tomonga chiqamiz, adashmasam, shu tomondan yuqorilikka qarab ketamiz. Hop. Boshlandi mana bu yerdan. Shu yo'lni tog'ga ketish yo'lini birinchisi. Boshlanish nuqtasi toshli yo'lda boshlandi.
hozir juda tepalikka chiqqanimiz yo'q. 200 metrcha atrofda yurdim. Yo'l birdan yuqorilikka ko'tarilib ketgani uchun charchash boshlandi. Ter bosyapti. Mana unaqa ter bosmasdi, unaqa ko'p. Bo'lib ham hozir kunlar isib, iyun, 10-iyun. Bugun sani 10. Kunlar issiq bo'lish boshlagan, dim havo. Lekin bugun 30% atrofida yomg'ir ko'rsatganda, bunaqa quyosh ham chiqib turmayapti, yomg'ir ham yog'mayapti. Bulutli havo yaxshi. Lekin havo ozgina dim bo'lgani uchun issiq uryapti. Hop. Bu yerda qanaqadir yozuv bor. Hop. Buramsan degan tog', o'sha aytganimdek ma'nosi yashirin toshli tog' degan ma'no bildirar ekan. Shu ko'rsam nimadan internetdan Buramsan so'zining ma'nosi yashirin toshli tog'. Video rasmlarda ham ko'rgandim, shu toshli joylari bor edi. Hozir ham yo'lak toshlik, lekin Buxansanga o'xshab toshga tirmish tog'ga chiqadigan joyga hali yetib kelmadik. Oxirroqda. Xo'p. O'sha aytganimdek Seul shimol qismida nima Buxansan bor. Eng mashhur tog'. Buxansanning pastki qismida yana bitta tog' bor. Unga keyingi safar chiqamiz. O'rtada yo'l o'tgan, misol yo'lning chap tomonida Buxansan bilan yana bitta tog' joylashgan, ikkita eng mashhur tog'i. O'sha ikkala mashhur tog' Buxansan National Park deb ataladi. Buxansan milliy parki shu ikkita tog'ni o'z ichiga oladi. Endi yo'lning bu tomonida, o'ng tomonida yo'lda Samaksanmi degan tog' bilan bu Buramsan degan tog'. Shu ikkita tog' joylashgan. Xo'p. Bu tog'lar unaqa baland tog' emas. Misol Buxansan 800 qanchadir metr edi. Mana yozibdi. Top of the Buramsan. O'sha 800 qanchadir metr edi. Bu 500 metrdan oshiq, 507 metrmi shunaqa. Shunaqa. Keyin yana bitta ma'lumoti. Nima bo'lgan bu qadimgi internetda nimada yozish bo'yicha qadimgi buddistlarning ibodatxonasi, dam oladigan joyi bo'lgan ekan. Birinchi ko'rgan ibodatxonamiz ham temple qancha deydi? 600 yillikmi tarixga ega bo'lgan joy deb aytyapti. Xo'p, bundan tashqari yon atrofida ham yana 2-3 ta shunga o'xshash nimalar bor. Shu ibodatxonalar bor. Agar yo'l to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ularni ham ko'rib nima qilishimiz mumkin. O'sha top qismiga qarab yuramiz. Bu Seul endi yarmi ko'rinadi. Shimoliy qismi ko'rinadi.
Xarita aytishi bo'yicha shu tomonga ketsak, tog'i eng yuqori qismiga chiqamiz. O'sha 500 metr balandlikka chiqamiz. Uni yonidagi yo'ldan tushib, yonidagi yo'ldan qaytib nimaga tushamiz? Kelgan bekatimizni bitta keyingi bekatini oldiga tushamiz. Shu bilan tugaydi. Tog'i cho'qqisini ko'ramiz bo'ldi. Lekin bu yo'ldan yuradigan bo'lsak, bu yo'lga tushadigan bo'lsak, nima qilamiz? Ozgina aylanma yo'l qilamizda, bu yo'lda ketishda o'sha aytganimdagi ikkita nima bor? Ikkita temple, uni ko'rib, bu tog'i uchiga keyingi tomonidan chiqamiz. Misol hozir past tomonidan chiqsak, narigi past tomonidan chiqamiz. Ana hozir endi ko'ramiz qaysi biridan yuramiz. Xo'p, bu tog'i uch qismi 507 metr top qismi ortimizda qoldi, orqa tomondagi yo'lda. U tomondan yuradigan bo'lsak, juda sayohatimiz qisqa bo'lib qoladi. Ya'ni tog' uchini ko'ramiz, bo'ldi, yetadi. Shu bilan tushishga to'g'ri keladi. Yoki boshqa templelarni, misol uchun boshqa chiroyli joylarini tog' uchidan tushgandan keyin yana boshqatdan yurib, boshqa yo'ldan borishga to'g'ri keladi. Unaqa qilmadimda trek qilmoqchi bo'ldim, aylanpa trek qilaman. Ya'ni bitta yo'ldan qaytmayman. Borib tog' uchini ko'rgandan keyin, misol yana boshqa bir bino yo attractionni ko'rish uchun yana ortga yo'ldan, chiqqan yo'ldan ortga qaytib, boshqa yo'ldan yurish, bir xil yo'l yurish bo'ladi. Aylanma trek qilsa, shu uzoq masofa bo'lsa ham aylanib turib, har bitta joyi bitta ko'rib ketadi, lekin yurgan yo'ldan orqaga qaytmaydi. O'sha holatda qilamiz. Birinchi bekdagi ikkitani templeni ko'rib, tog'i top qismiga, uchiga orqa tomonidan chiqamiz, boshqa tomonidan chiqamiz. Hozir orqamdagi yo'ldan nimaga chiqib ketadigan bo'lsa, tog' uchiga chiqib ketadigan bo'lsa, bu uchdan emas, tog' orqa tomonidagi uchdan tepaga chiqamizda, keyin yonidan tushib ketaveramiz. Yo'lda shaharlar o'z ko'rinishni boshladi. Lekin nima? To'sib qolgan daraxtlar. Shunaqa. Shahar ko'rinishi boshladi. Sal uzoqroqda Buxansan, eng yuqori qismida Buxansan tog'i ham ko'rinadi deb yozgan internetda. Menimcha o'sha shu tomon ketgan yo'l o'sha bo'lishi kerak. Havo bulutli bo'lganiga biroz bulut to'sgan. Daraxtlar ham ko'pligini hisobiga shahar binolari ham unaqa zo'r ko'rinmayapti. Mana davom etamiz. Hozir bu yerda bitta bo'lishi kerak.
helikopter. Kinoda aytadi. Tomda ha ko'rinmagani uchun narvonda tushishga majbur bo'ldik. Shunaqa ha yozuvi bo'lishi kerak ekan. Xarita bo'yicha, xarita ko'rsatishi bo'yicha vertolyot qo'nadigan joy bo'lishi mumkin. Nima zo'r. Havo zo'r. Nima havosi? Nafas olishga zo'r. O'zi nimada Koreyada o'rmonlar juda ko'p, juda ko'p. Har bitta joyi bunaqa misolchi hozir eng mashhur tog'larga chiqishga nima qilyapman? Reja qilyapman shu bitta Seul ichidagi mashhur tog'larni. Lekin har bitta kichik joyda ham kichik tog'lar joylashgan. Kichkina tog'lar. Bu bitta tog' misol uchun tog' desa biz faqat shu toshli joylarni nima qilamiz, lekin bu yerdagi tog'lar, shu Seuldagi, Koreyadagi tog'lar hammasi men bilishim bo'yicha, ko'rishim bo'yicha hammasi nima daraxt bilan qoplangan. O'rmon hammasi, o'rmonlik tog'. O'shani hisobiga ham bu yerlarda havo, nafas olishga yaxshi. Shunaqa. Mana o'sha helikopter qo'nadigan joy bor ekan deydi, vertolyot qo'nadigan. Shu agar bu yerdagi quti ham nima holatlar bu? Emergency holatlar. İçinde shu har xil nima bor? Bint, qanaqadir suv nimadirlar turibdi. Emergency holatlarda, favqulodda vaziyatlarda kerak bo'lib qolsa olib nima qilinadi yoki agar yaxshigina favqulodda holat bo'ladigan bo'lsa shu telefondan telefon qilinadi. Bu yerga endi tog'ga nima qilish, tez yordam chiqishi qiyin bo'lgani uchun vertolyotda keladi. Vertolyot qo'nadigan joy kattaga o'xshamayapti. Menimcha o'sha kichikroq o'zini emergency vertolyotlarda kelsa kerak. Havo bulut. Bu yerdan o'sha shahar ko'rinyapti. Shahar u tomonida bitta katta tog' turibdi. Menimcha o'sha Buxansan tog'i bo'lishi kerak. Shunaqa. Xaritaga qaraymiz-da. Qaysi tomonga yurishimizni yana bir ko'rib olamiz. Biz hozir shu yerdamiz, shu tomonga to'g'ri yana yuraveramiz. Bir joy kelganda burilishimiz kerak templni ko'rish uchun.
Hop, pastlikqa tushib ketyapmiz hozircha. Pastlikqa tushib, yana yonidan aylanib chiqsa kerak. O'sha tog' yuqori qismiga yon tomonidan boshqa yo'ldan aylanib chiqsak kerak. Bu yo'ldan yurishda ko'p daraxtlarga shunaqa yozuvlarga nima qilibdi, ilib qo'yibdi, qog'oz yopishtirib qo'ygan. Hozir nimaga tarjima qilib nima qilib ko'rsam, aytayaptiki, chuvalchang, turli xil zarar kunanda hasharotlardan himoya qilish uchun, o'sha daraxtni himoya qilish uchun dori sepilgan ekan bu daraxtga. Archa bular, archani qaysidir turi. Nima deyapti keyin? Bundan deyapti, yong'oq olish yoki suvni chiqarish daraxtni zararli, ya'ni taqiqlanadi deyapti. Juda qiziq, u daraxtni nomeri turibdi. Har bitta sana, har bitta ma'lumot turibdi-da, shunaqa dori sepilganligi haqida ma'lumotlar turibdi. Shundan bilsa bo'ladi, daraxtlarga qanchalik e'tiborlik boshqa. Ya'ni hasharot ildizini yeb quritib qo'ymasligi uchun. Shunaqa maxsus dorilarni sepib belgi qilib qo'yibdi, ya'ni misol odam keladigan bo'lsa, tepasida misol yong'oq yo boshqa nima bo'ladigan bo'lsa, ularga tegma, zararli, zaharli degan ma'noda. Zo'r. Qushlar qarg'al uchyapti. Yana bitta nima, hozir yaxshi bo'lib qoldi. Nimada chiqib kelishimda birinchi chivincha oqayotgan edi. O'ylagandim chivillab bo'lsa kerak desam, yo'q, hozir bu tomonga tushsam yo'q uncha. Narigi boshlanish nuqtamda rosa chivincha oqqandi. Hi. Hello, 안녕하세요. Bu yerda yo'l bo'lingan. Qaysi tomonga ketishimizni ko'rishimiz kerak.
hozir nima bo'ldi? Yo'ldan adashildi. To'g'riroq yo'ldan adashganim yo'q. Boya ko'rsatgandim, ikkita yo'l ko'rsatgandim. Bitta yo'l tog'i uchiga olib chiqib ketadigan yo'l edi. Ikkinchi yo'l aylanadigan, pastga tushib, ikkita templni ko'rib, keyin unaqasi chiqib ketsa bo'ladigan yo'l edi. Bu ikkinchi yo'l, ya'ni men birinchi ikkita templni ko'raman-da, keyin tog'ga aylanib narigi tomonidan chiqaman deb reja qilgandim. U yo'llar bo'linib ketganda, har xil kichik-kichik yo'llarga bo'linib ketgan. O'sha kichik yo'llarni bittasidan o'tib, yurganda o'sha ikkita templni yo'liga tushib olish kerak edi. Keyin o'sha yo'ldan yurdim. Orqamda tog'i uchiga chiqib ketadigan yo'l qolib ketdi. Yurgandim, hozir bilmayman qancha masofa yurdim, ozgina yurgandim. Yo'l bo'linadigan joyga kelganda bo'linmayapti. Kartada, telefondagi kartada chiziq ko'rsatib qo'ygan, bo'linadi shu yerda yo'l deb ko'rsatgan, lekin mana nimada realniyatda bo'linmayapti. Faqat bitta yo'lga ketyapti. Faqat bitta yo'l olib ketyapti. Bo'linadigan joylar yo'q. Ya'ni pastliq bo'lib ketgan, nima jarlik bo'lib ketgan. Odam yuradigan yo'l bitta faqat. Keyin pastga tushaverdim, boshqa burilishdan qaytib olaman deb turib pastga tushaversam ham yana bir xil bo'linmayapti yo'l xullas. Keyin kartani qarab nima qilsam, kartada bo'lingan holatda turibdi, lekin yo'l bo'linmagan. Tushib ketadigan bo'lsam, shaharga olib tushib ketyapti u yo'l. Ya'ni tog'iga uchiga chiqadigan shaharni boshqa yo'liga olib tushyapti-da. Misol uchun men bitta bekatdan chiqdim, u bekatdan tog'i uchigacha ketadigan bo'lsa, bu men hozir adashib tushib ketayotgan yo'lim boshqa bekatga olib tushib ketyapti. U bekatdan, ya'ni tog'i uchiga yana chiqib ketadigan, ya'ni boshqa yo'l. Ular shunaqa, hozir yarim soatcha, 1 soatcha vaqtdan yutqazadigan bo'ldim. Ortga qaytaman, ya'ni o'sha kelgan bo'lingan yo'lga borib, yana ortga tepaga tog' uchiga chiqamiz. Tog' uchini ko'rmasdan ketib bo'lmaydi. Bu yo'ldan yuradigan bo'lsam, hozir shaharga olib tushadi, keyin shahardan boshqa yo'ldan yurishimga yoki ortga qaytishimga to'g'ri keladi. O'shanga yo'lni yarmidan yana ortga qaytaman. Tog' uchiga o'sha ko'rsatgan yo'limdan tepaga qarab chiqamiz. Xullas shu yarim soatcha, 1 soatcha atrofida vaqt yo'qotildi, adashildi. Ya'ni karta ko'rsatgandagga chiqmayapti bu yo'l, faqat bitta yo'l chiqdi. Shu nima to'xtim, bunaqa tog'da yuradigandagga to'xtim. Sababi ozgina tezroq yuraman, yugurib yuraman. Kamerani mana shu nimaga qo'yib olaman, ko'kragimga qo'yib olaman. Shu holatda. Chunki sal tezlashishimiz kerak. Soat 11 dan o'tdi. Soat 11:13 bo'ldi. Adashmasam shu 1 soat atrofida chiqib olsa kerak tog'i uchiga. Keyin ko'rib qaytishimiz kerak. Shunaqa bo'ldi xullas. Endi o'zimcha aylanma trek qilaman deb o'ylagandim-da. Birinchi misol, ya'ni aylanma trek deganda tog'i uchini oxirgi ko'raman degan. Oxirgi chiqish nuqtam tog'i uchi bo'ladi. Keyin boshqa tomondan tushib ketaman deb o'ylagandim. Chunki ikkita temple bor edi-da, yo'lda ikkita temple bor edi. U ikkita templeni ham ko'raman deb o'ylagandim. Shu ikkita templni ko'rish uchun boshqa yo'ldan yurishga to'g'ri keldi. To'g'ri kelarkan, tog'i uchiga chiqish uchun yana shahar ichi bo'ylab chiqib boshqa yo'lga tushib olish kerak ekan. Shunaqa, xullas endi orqaga qaytaman. Endi templelarni ko'rish, endi buddistlarning ibodatxonasi, u asosan unaqa qiziq nima emas. Arxitektura tomonidan ko'rib, ozgina binolarni, shunaqalarni ko'rib, haykal nimadirlarni ko'rish. Endi bizga unaqa taalluqli nimadirlar joylar yo'q. Tarix sifatida arxitektura bino jihatlaridan, tuzilish jihatlaridan ozgina qiziq bo'lganligi uchun ko'rmoqchi edim. Bitta o'sha nimaga tog'ga boshlanishida bitta temple ko'rdik. Yana ikkita temple bor edi, mashhur edi. O'shalarni ko'raman degandim. Hozircha tog' uchiga chiqish uchun uzoqlashib ketar ekan. Bas orqaga qaytaman. Ko'ramiz ham nima bo'ladi.
shu yerda misol karta bo'yicha mana shu tomonlarda yo'l bo'lishi kerak. Mana tomonda bo'linib ketgan bo'lishi kerak yo'l, lekin bo'linmagan bir xil holatda. Bu tomonlar ham pastlar ketgan. Karta bo'yicha bo'lingan bo'lishi kerak. O'sha bo'lingan yo'lda tushib ikkita templni ko'rish mumkin edi. Bo'linmagan, endi shunga ortga qaytyapmiz. Nihoyat yetib keldik. Bu yo'ldan biz chiqqandik. Shu yerdan mana shu tomonga qarab yurishim kerak edi. Men bu tomonga qarab yurdim. Bu tomon emas edi, bu tomon boshqa yo'nalish edi. Ikkita templni ko'rish uchun pastdagi bu yo'nalishga qarab yurgandim. Bu tomonga qarab yurish kerak edi. Yetib keldim. Endi tog' uchiga qarab, shu yo'nalishga qarab chiqamiz. Ozgina ko'proq vaqt ketadi, lekin shu ikkita nimani ham ko'raman, templni ham ko'rib, boshqa joylarni ham ko'raman deb o'ylagandim. Ko'proq vaqt ketdi, faqat adashganimiz uchun. Yaxshi, normal. Endi tog'i uchiga qarab, bu yo'q yana toshli yo'llar. Yo'lning ko'p qismi shunaqa mayda qum singari tosh bo'lgani uchun yugursa, misol uchun qiyin bo'ldi. Nima bo'ladi? Mana oyoq kiyimimni oddiy krossovkada toyib ketish oson bo'lyapti. Ya'ni ishqalanib toyib ketyapti yugurganda. Pastliq tomonga misol yugursa oson, ekstremal holatda, lekin toyib ketishi oson bo'lib qolyapti. Ya'ni yiqilish ehtimoli ko'p. Oyoq kiyim yaxshi bo'lmagani uchun yugurganda. Tepaliqqa yugurish ham bo'ladi, faqat qiyin. Yaxshigina charchatdi shu bo'lingan nuqtamizga kelguncha. Qoyali joylar boshlandi.
ozgina qoldi masofa. Adashmasam. Manzaralar zo'r. Nihoyat bayroqqa yetib chiqdik. 안녕하세요. Do you speak English? Yes. 한국말 조금 알아요. 야. 잘하시는데 뭐. 잘하시네. 한국에 몇 년 살았어요? 예? How long stay? 1 year. 1 year? 예. 난 학생이에요. 학생. 학생? 예. student. 예. From here. 우즈베키스탄. 우즈벡. 예. 우즈벡. 예. 그럼 유아 갔어요? 유아 갔다 유아. 오케이. 예. 천천히 아, 내려오세요. 예. 제가 먼저 내려갈게요. 예, 가세요. 와. 자. Oxirgi cho'qqisiga yetib chiqdik. Shu 507 metr atrofida. Bu yerda, shu yerda Buxansan tog'i, bu yerga chiqdik. Bu Buxansanning yonida shu yerda Dobongsanmi degan tog'. Bunga keyingi safar. Bu tomon bu Suraksan degan tog'. Suraksan. Hozir biz turgan joy Pumansanmi degan tog'. Xullas shu to'rtta tog', boya aytganimdek, mana bu o'rtada yo'l bor, yo'l tomonida bu yerda bu shamol kuchaydi. Yo'lning bu tomonida Buxansan, yonida Dobongsan, bu yerda bu tog'lar
Tabiat zo'r, havo ham zo'r. Endi sekin qaytamiz ortga. Bu tomonga chiqqanda ham balandlik bor ekan. Bu tomon shu yerdan tushib ketsa, nima ostanovka bekatga tushadi. Bu tepadan biz tushib keldik. Hop. Hop, shu yerdan tushdik. Bu tomonga yurganda ham shaharga olib tushadigan boshqa yo'l. Ozgina tepaliklari bor, yaxshi, chiroyli joylar. Lekin biroz kech qolamiz. U yerdan yuradigan bo'lsak, yarim soat, 1 soatcha qo'shimcha vaqt kerak bo'ladi. Shunga qisqaroq yo'ldan. U tomondan endi boshqa safar. Pastdagi yo'ldan tushdim. Shu yerdan endi tushib chiqqan bekatimizdan misol to'xtab bitta bekatda to'xtadik va o'sha yerdan yo'l boshladik. O'sha bekatdan keyingi bekatga olib tushadi bu yo'l. Tabiat ajoyib, havo ham zo'r bo'lib turdi, unaqa nima bo'lmadi. Yomg'ir ko'rsatganda yomg'ir yog'madi, lekin havo bulutli, havo aynigandagi holat bo'lib turdi. Quyosh ham uncha yo'q. Shamol bor. Yuqorisida, mana o'rmonlarning ichida uncha shamol yo'q, lekin yuqorida bayroqda shamol, yaxshigina shamol. Ajoyib, ajoyib. Hop. Masalan, to'xtamasdan normal holatda yurib chiqqanda o'rtacha o'sha 1,5 soat atrofida yetib chiqsa bo'lar ekan. Chunki uncha baland emas, faqat o'sha yuqori tog'li joylari bor. O'shalarga sekin-sekin tirmashib chiqib 1,5 soat atrofida chiqsa bo'ladi, 1 soat. Tushish ham xuddi shunaqa. Endi tushish pastlik bo'lgancha ozgina tezroq bo'ladi. Ну, atrof dahshat. Anaqa tog'da nariga chiqishda ham bor. Shunaqa temirlarni qo'yib qo'yishibdi. Ya'ni shu oyoq toyib ketmasligi uchun shunga zo'r g'oya. Chunki hamma ham tog'ga mos oyoq kiyimni kiyib chiqmaydi. Masalan, menga o'xshaganlar unaqa oddiy krossovkalarda chiqsa, yaxshigina qiynaladi. Tushib ketamiz pastga.
Yaxshi, yomon emas, zo'r. Xo'p. Shu misol uchun 2 ta, 3 ta dan ortiq 4-5 ta atrofida tog'larga chiqqan bo'lsam, har doim shu bitta narsani ko'raman. Yoshi kattalar ko'p. Ya'ni chiqadigan insonlarning 70-80% yoshi katta insonlar. Agar mashhur bunaqa Buxansanni kabi yoki Namsan Tower kabi mashhur shu turistik tog'lar bo'lmasa, unaqa turistik tog'larga ko'p chiqadi. Misol yoshlar chiqadi, turistlardan bo'ladi, boshqa bo'ladi. Lekin bunaqa mahalliy tog'larga endi bular ham mashhur o'ziga yarasha, lekin bu kabi kichikroq tog'larga chiqadigan insonlarning ko'p qismi yoshi katta insonlar. O'sha 70-80% qismi yoshi katta insonlar. Shunaqa. Yoshlarni kam ko'raman. Hozir ham chiqqunimgacha, o'sha tog' bayrog'ini oldiga chiqqunimgacha ko'rgan insonlarimni hammasi, deyarli hammasi, adashmasam bittami ikkita ko'rdim yoshlarni. O'zim tengqurlar yoki o'zimdan 1-2 yosh kattalarni. Undan tashqari qolgan hamma ko'rgan insonlarim hammasi yoshi katta insonlar. Qariyalar, kami o'sha 40 yoshdan yuqori insonlar. Shunaqa. Yoz tushib kelayotganda ham 1-2 ta yoshlarni ko'rdim. O'zim tengqur atrofi shu. Qolgan hammasi katta yoshlilar. Shunaqa. Hop, bu Seuldagi ikkinchi tog' bo'ldi. Buramsan. Hop. Buxansan tog'ini shunaqa qarama-qarshisidagi tog'. Hop, buni oldida Suraksan degan tog' bor. Unga chiqamiz. Uni shunday qarama-qarshisida, ya'ni Buxansanning yonida Dobongsanmi degan 700 metr atrofida tog' bor. O'sha nima bilan Buxansan bilan 100 metr farq qiladigan tog' bor Buxansanning yonida. Unga chiqamiz. Unga chiqsak shu atrofidagi Buxansan park va uni atrofidagi 4 ta tog'ga chiqqan bo'lamiz. Shunaqa. Shu asosiy narsa hozir nimada ham Buxansanga chiqqanda ham aytgandim, oyoq kiyim bo'lyapti. Oyoq kiyimga e'tiborli bo'lish kerak ekan tog'ga chiqqanda, chunki Buxansanda unchalik emas, lekin bu yerda yo'llar mayda tog' toshlardan maydalanganligi, qumni singar, qumdan kattaroq toshli yo'l bo'lgani uchun toyib ketish ehtimoli katta. Misol yurganda, tepalikka chiqqanda, pastlikka tushganda oyoq toyib ketyapti. Toyib ketsa o'sha ketdi. Bitta yiqiladi. Misol uchun men bo'ladigan bo'lsam, qo'limda kamera bor, telefonim ham bor. Ketdi. Mabodo tushib ketadigan bo'lsa yoki qayergadir pastlikka tushib ketadigan bo'lsa, ketdi degan, ayrildi degan. Chunki toshlarga urilib, u pastga qarab tushib ketadi. O'shanga telefonlarni qo'limda faqat bitta kamera turibdi. Qolgan telefon va boshqa narsalarni sumkamga solib olganman tepalikka chiqqanda. Yana ham tepalikka misol uchun tikkalik toshlikka tirmashib, qo'l bilan tirmashib chiqadigan joy bo'ladigan bo'lsa, nimani olganman? Ko'krakka qo'yadigan video kamerani o'shanga o'tkazib, qo'limda ham bo'sh qilib, o'shani tirmashib, o'sha holatda chiqqanman. Shunaqa. Shu holatda tog'larga chiqib ko'ramiz boshqalarni ham. Bitta tog' ko'rdim nimada Sangyo Station. Bunaqa sursa Buxansan Athletic Association. Bitta tog' ko'rdim. Seuldan tashqarida ekan, faqat u yergacha endi Seuldan 2,5 soatlik masofadagi yo'l ekan.
nomi esimdan chiqib qoldi. Xullas balandligi ancha baland. 1019 mi degan, 1020 metrmi atrofida, 1100 mi shunaqa. Ancha baland tog'. O'shanga ham borib ko'rish kerak. Boraman. Xudo xolasa, faqat borgandan keyin misol qolish kerakmi, uni atrofidagi misol uchun mehmonxona yonida joy topish kerak, chunki hech nimani bilmasdan ketaman. Bir kun yetadimi, yetmaydimi, unga chiqib qaytib kelishga yana undan bilmayman, undan xabarim yo'q. O'shaning hisobiga unga astoydil nima qilib reja tuzib ko'rib keyin harakat qilaman. Xo'p. Bu yerda yana yo'l belgisiga keldik. Sankia Station. Sangia Station. Aha, ko'ramiz. Bu yerdan chiqqanda dam oladigan joyim bu. Bu Hansanga chiqib ketishda ham shunaqalarni ko'rgan. Tosh bilan terib qo'ygan. Toshlarni terib qo'yishgan. Pastlikqa tushdik, yetib tushdik. Endi metroni yo'lini topib olib, metroga borsak, shu bilan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetadi. Hop. Bu yo'ldan chiqib ketgandik, mana shu yo'ldan chiqib ketgandik. Qaytishimiz bu yo'ldan bo'ldi. Deyarli metro bitdi. Men boshqa metro, bitta keyingi metroga olib tushsa kerak deb o'ylagandim, yo'lda unaqa bo'lmadi. O'sha chiqib ketgan yo'limizda yonidagi yo'ldan qaytib tushdik. Yaxshi, zo'r, ajoyib. Yaxshi bo'ldi.